Oilaviy kelishmovchiliklar bo'lib qolsa, oilalarni yarashtirishga hamma harakat qilish kerak. Bu faqat imom, yo rais, yoki xotin-qizlar, yoki mahalla oqsoqoli, yoki yosh kattalarning ishi deb to'xtab qolmasligimiz kerak. Uhud kunida Qatoda ibn Nu'man radhiyallohu anhu ishtirok etganlar Uhudda. Va jang asnosida ko'zlariga jarohat yetgan ekan Qatodani. Ko'zlari osilib qoldi deydi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallamning huzuriga Qatoda bordi. "Ya Rasululloh" dedi. "Men ayolimni juda ham yaxshi ko'raman. Ayolim ham meni juda ham yaxshi ko'radi. Ammo bu holatni ko'rsa, ayolim meni yomon ko'rib qolishi mumkin" dedi. Ya'ni ko'zi chiqib ketgan, shu holatda ayolim mendan yomon ko'radi. Qalbida bir muhabbat chiqib ketib qoladi, deyapti Uhud kunida. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam Qatodaning ko'zlarini muborak qo'llar bilan joyiga qo'yib duo qilgan ekanlar. Allohimni chiroyli qilgin degan ekan. Ko'zlari asl holatiga qaytib chiroyli bo'lib qolgan ekan. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mo'jizalaridan biri va Rasulullohning odamiylikka qanchalik bir muruvvatli bo'lganligiga bitta katta dalil. Nima uchun? Chunki Uhud kunini eslang. Uhud kunida Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamning eng yaxshi ko'rgan amakilari Hamza shahid bo'lgan. 70 ta sahobiy shahid bo'lgan. Rasulullohning muborak yuzlaridan qon oqqan. O'sha vaqtda Qatoda sen nima deyapsan? Sen ayollarni deyapsanmi? Bu joyda nima bo'lib turibdi demayaptilar-da. Bu bilan Rasululloh oilalarni, er-xotinlikni o'rtasi qanchalik muhim narsa ekanligiga bir sahobasini aytganini qilyapti. Bo'lmasa Rasulullohga juda ham og'ir bo'lib turgan vaqtida. Lekin sahobani oilaviy masalada ayolim yomon ko'rib qoladi meni desa, aytganini qilyaptilar. Go'zal munosabatda bo'lishligi uchun, oilasi tinch xotirjam bo'lishi uchun Rasululloh hamma tashvishlarini unutib o'sha sahoba bilan mashg'ul bo'lyaptilar. Demak, biz ham bir yaqinimiz, do'stimiz, akamiz, ukamiz, ishxonamizdagi hamrohimiz oilaviy munosabatda biroz chigallik paydo bo'lyaptimi? Faqat imomning ishi emas. Hammamiz qo'limizdan kelgancha o'sha oilani yarashtirib qo'yishlikka harakat qilishimiz kerak ekan. Garchi bizning ishimiz tog' barobaricha ko'p bo'lsa ham, tashvishimiz, muammoyimiz, musibatimiz o'zimizga yetib turgan bo'lsa ham, yordam berishimiz sunnat ekan azizlar.